Hurmatli guruh a'zolari, mana shu qo'limda turgan bu urug'siz anor. Urug'siz anorni ko'pchilik bilmaydi. Mana shu urug'siz anor. Bu endi uzib qo'yilganiga bir 10-15 kun bo'ldi-da bu. Salqinda turganidan bir dona olib chiqdim. Mana shu urug'siz anor bo'ladi mana shu. Ko'pchilik muhokamalarga sabab bo'lgan anor mana shu. Mana shu, mana urug'siz anor. Mana yirikligini ham ko'rishingiz mumkin. Yirik bo'ladi mana. Mana tuyatishga o'xshab yirik bo'ladi. Mana bu tomonni ham olamiz mana. Mana shu mana urug'siz anor. Buni bilish uchun mana donasidan olamiz mana. Mana donadan olamiz mana. Managa qo'ydik mana. Donadan mana oldik mana. Mana. Urug'i bo'lmaydi. Lekin haligi rudimentga o'xshagan narsasi bo'ladi buni. Mana rudimentga o'xshagan mana. Mana shuni mana ichida rudiment bo'ladi, urug'i bo'lmaydi deyarli buni. Deyarli urug'i yo'q mana shular. Shirin bo'ladi, juda shirin bo'ladi. Tuyatishga o'xshab ketadi ko'rinishi mana. Ko'rishingiz mumkin. Urug'i mana bunday alay qilganimizda mana ezganimda mana juda kichkina mana rudiment bo'ladi, juda kichkina. Endi ezsangiz puch bo'ladi, puchga o'xshagan bo'ladi mana. Salomat bo'ling.